Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan ommalashtirish platformasiga metodik ish joylashingiz uchun qanday hujjatlar kerakligini bilib olamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, kerakli ma'lumotlarni hujjatlarning o'zidan eshitib olamiz. Salom, men metodik ishman. Meni ommalashtirish.uz platformasiga PDF shaklda yuklang. Salom, men diplomman. Meni PDF shaklda ommalashtirish.uz platformasiga yuklang. Agar yuklamasangiz, metodik ishingiz ko'rib chiqilmasligi mumkin. Men faningizga yangicha qarash, kreativ metodlar va amaliy tajribalar olib kelaman. Salom, men obyektivkaman. Meni ommalashtirish.uz platformasiga PDF ko'rinishda yuklamasangiz, afsuski metodik ishingiz ko'rib chiqilmaydi. Meni tayyorlashda qiynalyapsizmi? Unda tegishli fan metodistingiz bilan bog'laning. Sizga albatta yordam berishadi. Salom, men petkengash bayonnamasiman. Meni platformaga PDF shaklda yuklang. Bo'lmasa ishingiz rad etilishi mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlar bilan Sirdaryo viloyati pedagogik mahorat markazi metodisti bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.